Ro'zador jannatning 8 eshigining biridan Rayyondan jannatga kiradi. Shu bilan tamommi? Yo'q. Bu bir qismi bu. Ro'zador odam 30 kun Ramazonda ro'za tutsa, uning avvalin, oxirin gunohlari kechiriladi. Shu bilan tamommi? Yo'q. Bu siz tutayotgan ro'zaning mingmi, milliard bir qismidan bir bo'lak. İnsonda jannatiy bo'lishi, gunohlarni avfu mag'firat qilinishi, mu'minning nafaqat jasadi, ruhining poklanishi, bu qaysidir bo'laklardan bir bo'lak. Hatto ro'zaga beriladigan ajr, mukofot, savob, martaba, yaxshilikni farishtalar sana olmagan.